Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qadamsizda qitinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkiston Islom partiyasidagi o'zgarish Xitoyni shaksiz andishiga soladi. Washingtonga joylashgan aql ombiri Washington instituti 17 aprel bir analiz maqolasi e'lon qilgan bo'lib, qaytadan qurilayotgan Suriyada Xitoyning o'z o'rnini qayta tangshash urinishlari, Suriyadagi Uyg'ur mujohidlarining taraqqiyoti, Xitoyning inkosi, Amerikaning Suriyadagi roli qatorliq nuqtalar tahlil qilingan. Mazkur analiz maqolasida Asad rejimining ag'dirilishi va Ahmad Shar'iy boshchiligidagi yangi hokimiyatning bosh ko'tarib chiqishi sababli Xitoyning bu rayondagi o'rnining ostin ustun bo'lib ketganligi, Asad jamiyati bilan alohida yaqin munosabatni saqlab kelgan va BDT yig'inlarida izchil qo'llab kelgan Xitoyning Suriyada hokimiyat almashib 2 oydan keyin o'z elchisini Ahmad Shar'iy bilan ko'rishishga avatganligi, bu harakatlar Suriyaning Xitoyga bo'lgan rayonlik ahamiyatini aks ettiradiganligi qayd qilingan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning Asad rejimini qo'llab kelishidagi yana bir sabab Suriyadagi Uyg'urlar haqida istixborot uchuriga erishish ekan. Xitoyning nazarida Uyg'ur jangchilar vatanga qaytib berib, Xitoyga tahdid shakllantirish uchun vaqt kutayotgan bo'lib, haqiqatan nurg'un Uyg'ur jangchilar egallagan jang tajribasini Xitoyga qarshi ishiltish orzusini ifodalagan. Analiz maqolasida Uyg'urlarning Asad rejimini ag'dirishdagi roli alohida ta'kidlangan bo'lib, bir necha Uyg'ur qo'mondonning yangi mudofaa ministrligida ofitserlikqa tayinlanganligi Xitoyning bu o'zgarishlarga kuchlik inkos qaytirib, xalqaro jamiyatning a'zolari bilan terrorizmga qarshi hamkorlikni kuchaytirishga qasam qilganligi qayd qilingan. Maqolada yana Ahmad Shar'iy hukumatining Xitoyga qaratgan pozitsiyasi analiz qilingan bo'lib, hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Suriyaning yangi rahbarlarining xalqaroliq qo'llashga erishish uchun diplomatik hujumga o'tganligi, hozirga qadar har qaysi davlatlar bilan 600 dan ortiq uchrashish, suhbatlarni ishga oshirganligi, ammo bulardan faqat 4 qitimligining Xitoy bilan bo'lganligi tilga ilingan. Maqolada Uyg'ur mujohidlarining Suriyadagi harakatlari inchga analiz qilingan bo'lib, oldingi oyda Turkiston Islom partiyasining yangi nizomnoma e'lon qilib, o'z ismini Sharq Turkiston Islom partiyasiga o'zgartganligi, bu nizomnoma tashkilotning xalqaralashgan jihodiy harakat holatidan Sharq Turkistonga markazlashgan harakatga o'tganligini ko'rsatib beradiganligi, garchi bu o'zgarishning amaliy jihatdan nimani ifodalaydiganligini oldin mo'ljallash hozircha qiyin bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Afg'oniston va Suriyadagi Uyg'ur jangchilar haqidagi andishalarini shaksiz kuchaytirganligi ta'kidlangan. Maqolaning oxirida Xitoyning yangi Suriya hokimiyati bilan munosabatni yaxshilashga urinayotganligi, agar Amerika hukumati yangi Suriya hukumatiga aktivlik bilan muomala qilmagan taqdirda Xitoyga fursat yaratib berish xavfi borligi, Xitoyning Suriya bilan ishga eshishi mumkin bo'lgan munosabatlarni to'sish uchun Amerika Ahmad Shar'iy hukumati bilan hamkorlashish, jazo tadbirlarini yeniklatish va texnik kengri iqtisodiy fursatlarni yaratib berish qatorliq planlarni tuzishi kerakligi ta'kidlangan. Ukraina Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' bilan ta'minlaganligini e'lon qildi. Ukraina hukumati Xitoy askarlarining Rossiya uchun urush qilayotganligini e'lon qilgandan keyin yana Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' bilan ta'minlayotganligini tunji qitim rasmiy jakarladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 17 aprel muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' va o'q-dori bilan ta'minlayotganligi to'g'risida Ukraina bexatarlik organlaridan axborotga erishganligini, kelar hafta bu to'g'riliq texnik ko'p uchur bilan ta'minlaydiganligini, undan boshqa Ukraina hukumati Xitoy tarafining Rossiya tabalikida ba'zi qurol-yarog'larni ishlab chiqarayotganligiga ishonganligini bildirgan. Bu Ukrainaning Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' bilan ta'minlaganligini tunji qitim oshkora e'lon qilishi va ayblashi bo'lib hisoblandi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian atisi muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, bu ayblashlarni inkor qilgan. U Xitoyning urush qilayotgan hech qaysi tarafni qurol-yarog' bilan ta'minlamaganligini, Ukrainaning bu vaqtdagi qalaymaqon ayblashlarga qarshi turadiganligini da'vo qilgan.
18 aprel Ukraina hukumati e'lon qilgan jazo tizimligiga Rossiyaning shirkat organlaridan boshqa Beijing Avasiya olam qatnashi Shavqi texnika shirkati qatorliq 3 Xitoy shirkati mo kirgizilgan. Ukraina ularga jazo yurgizish sababini aytmagan bo'lib, mazkur shirkatlarning Ukrainada tijorat qilishi cheklangan va mol-mulki to'nglatilgan. Oldingi hafta Ukraina armiyasi 2 Xitoy askarni asirga olgan bo'lib, Zelenskiy urushga qatnashayotgan texnik ko'p Xitoylarning borligini, kam deganda 155 Xitoyning Rossiya uchun urushga qatnashayotganligini e'lon qilgan edi. Germaniya Xitoy mollarining besib kirishidan andisha qilmoqda. Germaniyaning vazifaga o'ltirish oldidagi bosh ministri ogohlantirib, Amerika Xitoy savdo urushining ta'siri sababli Xitoy mollarining Germaniyani besib ketadiganligini ta'kidladi. Germaniya taratqullarining xabar qilishicha, Germaniyaning vazifaga o'ltirish oldida turayotgan bosh ministri Friedrich Merz bu haqda to'xtalib, hozir Xitoydan har kuni 400 mingdan ortiq posolkaning Germaniyaga kirayotganligini, bu sonning davomli oshayotganligini bildirgan. U yana shuni cho'qim mo'ljalashimiz kerakki, biz Xitoy mollariga burunqidanmi bakrak ko'milib ketamiz deb ta'kidlagan. Friedrich Merzning qarashicha, Xitoyning 5-chi mahsulotlari Yevropaga eqib kiradigan bo'lib, Iroqni ko'zlaganda bu harakat Yevropaning ishlab chiqaruvchilariga ig'ir ziyon yetkazadi ekan. Yevropa ittifoqi komiteti bu haqda cho'qim zarur tadbir qo'llanishi kerak ekan. Friedrich Merz kelar oyda rasmiy vazifaga o'ltiradigan bo'lib, eng qisqa vaqt ichida Amerika prezidenti Donald Trump bilan suhbatlashadi ekan. U Amerika-Germaniya munosabatining intayin muhimligini ta'kidlagan. Xitoyning adil bo'lmagan tarzda raqobatlashish, ehtiyojdan ortiq ishlab chiqarish, to'liqlama yordami berish qatorliq usullar bilan boshqa davlatlarning bozoriga ishlab chiqarish sohasiga zarba berayotganligi izchil tanqidlanib kelmoqda. Yevropada Xitoy mollari kelkuniga duch kelayotgan yolg'iz Germaniyali emas bo'lib, Yevropa ittifoqi bultur 8-oyda Xitoy mollariga qarshi tekshirishni qaytadan boshlagan edi. Bu Yevropaning o'z sanoatini qo'g'dashdagi eng yangi harakati deb qaralgan edi. Amerika Xitoy savdo urushining kun sari keskinlashishiga ergashib, Xitoyning boshqa davlatlardagi to'kma qilib setish qilmishi texmo kuchaygan. Amerika Suriyadagi askarlarni zo'r darajada qisqartmoqchi. Amerika Suriyada o'rinlashtirgan askar sonini kelgusi oylarda taxminan yarimiga qisqartib, 1000 dan tovanlatadiganligi haqidagi qarorini e'lon qildi. Bu Cumhuriyetçiler Partiyasining 2 parlament a'zosi Damashqda Suriya amaldorlari bilan suhbatlashayotgan bir paytda o'tirg'i qo'yildi. Amerika Mudofaa ministrining bayonotchisi Shaun Parnell 18 aprel bayonot e'lon qilib, davlat mudofaa ministri bugun Amerika qismlarining Suriyadagi ma'lum nuqtalarga yo'tkilishi haqida yo'l yo'riq berdi. Bu planliq va sharoitga bog'liq jarayon kelgusi oylarda Amerika askarlarining Suriyadagi sonini 1000 dan tuvanga tushiradi dedi. Biroq u askarlarning qayerga yo'tkiladiganligi haqida ma'lumot bermadi. Parnell so'zini davomlashtirib, bu planliq va sharoitga bog'liq jarayon. U yana Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabining Suriyada Daeshning qoldiq kuchlariga qarshi hujumlarni davomlashtirishga tayyor turadiganligini ilova qildi. Amerika qismlari Yamanga hujum qildi. Amerikaning Yamanning Hudayda o'lkasidagi havo hujumlarida sahiya xodimlarini o'z ichiga olgan kam deganda 38 kishi hayotidan ayrilgan bo'lib, bu xabar Husiylarga tava televiziya kanalida tarqatilgan. Amerika armiyasi bo'lsa payshanba kuni portga qilingan hujumning Iran qo'llayotgan Husiylarning ta'minot va mablag' manbasini uzib tashlash maqsadida ijro qilinganligini ilgari surgan. Amerika qismlari 15 martdan buyon Husiylarning Qizil dengiz va Adan qo'ltiqidagi fuqaroviy va harbiy paraxodlarga qaratgan hujumlarining oldini olish maqsadida Husiylarga qarashli nishonlarni har kuni degudek bombardimon qilmoqda. Husiylar bo'lsa o'z hujumlarini G'azzadagi falastinliklar bilan hamnafas bo'lish uchun elib berayotganligini ilgari surib kelmoqda. Amerika dastlabda Bayden hokimiyati davrida Husiylarga hujum qilishni boshlagan bo'lib, navbatdagi prezident Donald Trumpmi toki Husiylar xalqaro transport xizmati uchun xavf shakllantirishni to'xtatmoqcha harbiy harakatlarni uzluksiz davomlashtiradiganligini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.